Hammaga assalomu alaykum. Zamon chorvaning ashaddiy obunachilari. Bizni muntazam ravishda va tasodifiy ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, hop boqma buqa va katta boqilayotgan buqa ishqibozlari. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergachi dehqon bozoridan bugungi yosh boqilayotgan boqma buqalarni to'liq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Videolarimiz ko'rishdan oldin bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga qaysi bozorga borishimizni yozib qoldirsang, xudo xolasa mol, qo'y, ot, barcha chorva mollarini video obzorini berishga harakat qilamiz. Bugun birinchi novosimizga katta novosimiz 7-8 kilo atrofida kelib qoladi. Bo'ylari 1,5 metr atrofida 1.45 plus minus kelib qoladi. Hammaga mashtaqadan hammani og'ilida molxonasida 40 ta 50 talab boqish nasib qilsin akalar. Ikkinchisiga 450 plus minus atrofida kelib qoladi. Buqamiz bu o'z tuyoqlari ancha o'sib qolibdi bu buqamizda. Xudo xolasa so'yishga tayyor. Bo'pti. Hop, uchinchisi ham 430-470 kilolar atrofida keladi. Bu shu oyog'i ham ot oyog'iga o'xshar ekan bunachilar. Hop, uchinchisiga oqidan boqaman degan bunachilarga bo'ylari 1.45 atrofida kelib qoladi. Oyoq qo'llari zo'r, xudo xolasa. Buni yemini yeb turgan ekani, ozgina kamroq ekan. Olib borib yemlaversa bo'laveradi bunachilar, xudo xolasa. Bu yoqda endi boqma buqalar. Boqma buqaning ko'chatlaridan. Xudo xolasa. Soniga 4 ta ekan. Narxi 29 million so'mdan narx aytishyapti obunachilar. Savdosini lekin nech pul bo'layotganini bilmadik. 29 million so'mdan ayri bor deyapti obunachilar. Aka, qaysi bir savdo bo'lyapti hozir? Bo'ldi. Bu yoqdagilar savdo bo'lgan yo'qmi? Yo'q, hali bo'lmadi. Sizlardanmi bular aka? Narxi nech puldan deyapsiz aka? 36 dan 36 million so'mdan kami bor. 34 million so'mdan savdosi bo'layotgan obunachilar. Hop, mehnatimizni qadrlab, bittadan like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Keyingisiga sementalimiz. Bo'ylari 1.40 atrofida kelib qoladi. Aka, semental sizdanmi aka? Nech pul ekan narxi? 43 kami bor. Savdosi nech pul bo'ldi? Sal so'rashmadi. 43 million so'm kami bor deyapti obunachilar. Barakasimiz. Aka, bu ham sizdanmi? Narxi nech pul deyapsiz buni aka? 43 kami bor. 550 plus minus atrofida kelib qoladi obunachilar. Hammani og'ilida mashtaqa buqalardan 20 ta, 30 ta, 50 ta boqish nasib qilsin. Aka, telefon nomerini aytib qo'yasizmi aka? Telefon nomerini aytib qo'yasizmi? Bo'ldi, bashta so'rasiz, bozoringizni bersin aka. Hop. Aka, qaysi bir savdo bo'lyapti? Nech pul? 23 million. Bo'ldi, 23 million mana savdosi bo'lyapti obunachilar. Hop. Aka, nech pul ekan bu? Sizdan emasmi? Tomosha qilib turibsizmi? Tomosha qilib turibdi ekanlar akamiz. Aka, nech pul narx aytyapsiz bunga aka? 26. Savdosichi? 26 bo'lyapti. Nech pul narx aytyapsiz o'zi? Narx nech pul aytyapsiz? 30 kami bor. Bo'ylari 1.25 plus minus atrofida kelib qoladi obunachilar. Hop, shved gibrid variantida. Savdo bo'lyapti. Qaysi bir savdo bo'lyapti, Hojibo? 30 million savdosi bo'lyapti obunachilar. Mana shu buqamizga 30 million so'm savdosi bo'lyapti. Bering aka. 30 million so'm savdosi bo'lyapti obunachilar. Bu yoqda sementallarimiz. Aka, bu sementallar sizlardanmi aka?
Nech pul ekan bu? 70 kami bor. Savdosi-chi? 61 yarim savdosi bo'lyapti obunachilar. Xudo xolasa baraka bo'lisingizda. Aka, qaysi bir savdo bo'lyapti? Boshliq. Qaysi bir savdo bo'lyapti? Boshqa, o ag'idagi savdo bo'lyapti ekan. Aka, men savdo qilyapsizmisiz? Nech pul? Savdo qilyapman, 27 kam bor ekan. 27 kami bor ekan, ha? Bo'ylari o'sha 1.30 plus-minus atrofida kelib qoladi obunachilar. 30 million so'm kami bor deyapti. Qirg'iziston paroda buqani boqaman degan obunachilarga xudo xolasa mana Qirg'izistondan buqalarimiz kelibdi. Xudo xolasa bularning ma'lumotini olib beramiz. Mana shu buqamiz bo'ylari 1.25 plus-minus atrofida kelib qoladi hammasi. Bular 1.20 plus. 1.25 plus-minus atrofida kelib qoladi. Aka, bular narxi nech pul aka? 30 milyon bo'lyapti. 30 milliondan, ha? 30 milliondan kami bor. Hop, Promoy Qirg'iziston buqasini boqaman degan obunachilar xohlasa telefon qilsalaring. 30 million so'mdan xayri bor aka. Xayri bor. Ha, telefon nomerini aytib o'tamizmi? 93'lük. 93lik 402 402 0425. 0425. Aloqaga chiqsa xudo xolasa kelishtirib berasiz. Buqa bor yana aka? Bor. Xudo xolasa. Buqani tagi serob aka obunachilar, xudo xolasa qirg'iz buqa olaman degan obunachilar Promoy Qirg'izistonlik akalarimiz xudo xolasa olib o'tishibdi. Telefon qilsalaring xudo xolasa dastlabki xizmatlari bilan chiroy qilib berishadi akalarimiz. Mana shu buqamiz savdo bo'layotgan joyda. Aka, nech pul bo'lyapti savdosi? 26. 26 million so'm realni savdosi bo'lyapti. Bo'ylari o'sha 1.30 plus-minus atrofida kelib qoladi, lekin ko'chati o'ta dahshat. Hop, keyingi buqamiz. Hop, bo'ylari o'sha 1.25 plus-minus atrofida kelib qoladi. Jo'ra narxi nech pul buni? 27 kam bor. Savdosi-chi? 22 yarim realni savdosi bo'lyapti obunachilar. 22 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Lekin bozorda odam kam. Aka, nech pul bo'lyapti savdosi? 25 million so'm mana shu buqamizga savdosi bo'lyapti. Obunachilar ozgina bor beramiz deyapti. Hop, keyingisiga shved zo'ridan ko'chatidan boqaman degan obunachilarga xolasa telefon qilsalaring, dastlabki xizmatlarini akalarimni qilib beramiz deyapti. Hojiba, narxi nech pul buni? Narxi nech pul, Hojiba? Narxi nech pul? 25 million kami bor. Savdosi nech pul bo'lyapti? 22 million 500 ming so'm realni savdosi bo'layotgan joydan akalar. Xudo xolasa like bosib qo'yasizlar. Hop, keyingi buqamiz. Aka, buning narxi nech pul ekan? Jubiga, ikkalasiga. 46 kami bor. Hop, savdosi qancha bo'ldi aka buni? 22 yarim. 22, 44 yarim savdosi bo'lyapti. Telefon nomerini aytib o'tamizmi aka? 94lik 902 9127. Aloqaga chiqsa dastlabki xizmatlari bor aka. Xudo xolasa dastlabki xizmatlarini qilib beramiz deyshap. Hop, gibrid variantda. Aka, bu narxi nech pul aka? 25 deyapsiz. Savdosi-chi? 21 yarim realni savdosi bo'lyapti. Qirg'izistonda Qirg'iz paroda mol. 21 million, 21 yarim million oralig'idagi savdo bo'lyapti ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, semental boqaman degan obunachilar telefon qilsalaring, xudo xolasa sementalni zo'rlaridan bozorga chiqibdi. Bo'ylari 1.25 plus-minus atrofida, lekin hali bo'zak, 8-9 oylik bo'zak sementallarimiz. Agar narxi nech puldan dedingiz? 33 dan kami xayri sunnati bor. Aka, telefon nomerlarini aytib o'tamizmi? Orqangizda ham bor mana. Aka, telefon nomeri 95lik, hop. 944 944 51 Aloqaga chiqsa dastlabki xizmatlarimiz, yana buqalarimiz bor aka. Xudo xolasa mana shu nomerlarga aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa akalarimiz ishni bitirib, dastlabki xizmatlarini ham chiroyli qilib berishadi. Aka, bu sotildimi? Nech pulga? 25 millionga mana shu buqamiz, shved tondagi buqamiz sotilibdi. Hali kurak buzmagan aka bu. Hali kurak buzmagan bu. Buzmagan bo'zak aka. Daqmaylar. Bo'ldi aka. Montaj ham qilamiz, shantaj ham qilamiz aka. Xudo xolasa bozor mana avjida.
Mana shu buqamiz 26 million bering, 26,5 million so'm bering deb aytishyapti. 26 million so'm realniy savdosi bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Hop. Gibrid aka, bu sizdanmi? Nech pul ekan aka narxi? 33 kami bor. Savdosichi? 28 million so'm savdosi bo'lyapti. Avlik bo'lgan semental gibrid variantidan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 28 million so'm realniy savdosi bo'lyapti. Shuning bilan bugungi syomkamizni yakunlaymiz. Hammani chorvasiga, boqayotgan mollariga, qo'ylariga, umr rizqiga, topayotgan puliga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa keyingi videoda syomkada ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz.